Farg'ona shaharidan shunaqangi bahaybat hovliqlar yordizmi? Unda videoda oxirigacha ko'ring. Lekin dokumentda 6 sutli ekan, o'zi 10 sutli. Egalari 10 sutli deyishyapti. Bemalol kelib, o'lchab, tekshirib ko'rishlari mumkin. Uydagilarni ko'ramiz. Bu xonamiz bitta katta zal. Bu tarafimiz oshxona qilib qo'yilgan ekan. Hammom tualetlari uyning ichida. Bu tarafimiz hojatxona. Bunisi hammom. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Polni uyimiz atapleniya bilan jihozlangan ekan. Mana ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Bunisi yana bitta kichikroq zal. Bu tarafimizda bitta kichkina detskiy bolalar uchun yotoqxona. Bu tarafimizda spalni, kattalar uchun mo'ljallangan spalni. Bu hovlimizni ba'zi bir jihozlarni bonusga qo'shib beramiz deyapti. Uyda oxirigacha ko'ringlar. Bu xonamiz bitta katta zal. Remontlari juda ham zo'r. Farg'ona shahar 5 boladan shunaqa remont tayyor, yashashga tayyor hovliqda yurgan tanishlaring bo'lsa video jo'natib qo'yasizlar. Bu xonamiz yana bitta yosh bolalar uchun detskiy spalni qilib qo'ysa bo'ladi, yotoqxona. To'liqroq aytsamiz, Farg'ona shahar 5 bola prez. Prezdan kirilganda narxga keladigan bo'lsa, narxi $120 ming dan tushib beriladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin.